Bugun Label kursimizni 5-darsini boshlaymiz. 5-darsimizda Label bilan yana qanday resurslarni ishlatishni o'rganamiz. Endi Label faqat o'zi kamlik qiladi. Kattaroq takomillashtirilgan sayt yaratishda. Boshqa vositalar unga ma'lumot uzatadi. Bunga qaysi vositalar kiradi, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Rejalashtirish vositalari, dizayn vositalari, matn yozish, integratsiya, shu kabi vositalar, resurslarni ko'rib chiqamiz. Toollar bularga Notion, ChatGPT, Midjourney, Label kabi sun'iy intellektlar kiradi. Notion bilan g'oyalarni shakllashtirish. Loyihalarni boshlashda g'oyalarni Notionda batafsil yozib chiqing. Funksiyalarni ro'yxatga tuzing, user story'lar yozing yoki Discord wireframe'lar chizing. Saytni yozishdan oldin saytingizni rejasini tuzishda Notion sun'iy intellekti va saytini tavsiya qilingan. Bu aniqlashtirish bosqichi Labeldan nimani so'rash kerakligini aniq bilishga yordam beradi. Label oddiy til tushungani uchun yaxshi yozilgan texnik topshiriqlar deyarli to'g'ridan-to'g'ri prompt sifatida ishlatish mumkin. Masalan, ish jarayoni quyidagicha bo'lishi mumkin. Notionda funksiyalar ro'yxatini tuzish, Notion AI yordamida uni qisqartirish yoki formatlash, shu matnni Label prompti sifatida ko'chirish. Notion sizga reja tuzishda va ishingiz ketma-ketligini tuzishga yordam beradi. Keyingisi bu Figma bilan dizayn qilish. Oldingi darsda nimalarni ko'rib chiqqanimiz esingizda bo'lsa kerak. Professional dizayn vositalari Label bilan birga juda samarali ishlaydi. Siz interfeysni Figmada chizishingiz yoki hatto qog'oz eskizi qilishingiz mumkin. Label esa Figma integratsiyasi orqali dizaynni import qiladi yoki skrinshotlarni tahlil qilib, uni kodga aylantiradi. Muhim matnlarni tayyorlashda sizlarga ChatGPT yoki Jasperga o'xshagan sun'iy intellektni tavsiya qilaman. Buni qanaqa ishlatsanglar bo'ladi? ChatGPTga men kreativ grafik dizaynerman, shaxsiy portfolio saytim uchun hero bo'lim sarlavhasi va pastki matnni yozib berdi. Bunga yozasizlar, ular sizlarga tayyor chiroyli promptni yuboradi. Uni keyin Labelga jo'natasizlar. Labelga qanaqa ko'rinishda jo'natsanglar bo'ladi. 2-darsda ko'rgandek, biz Visual Editor orqali matnni bevosita almashtirishimiz mumkin. Yoki prompt yordamida, masalan, tagline-ni yaxshiroq dunyoni har bir piksel orqali dizaynlashga o'zgartir. O'sha tugmani qanday gapga o'zgartirish kerakligini prompt ko'rinishida yozib o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Label bilan tashqi integratsiyalar. Subbase, Stripe, Recent, Google Analytics, ya'ni ma'lumotlar bazasi, to'lovlarni amalga oshirish, email yuborish funksiyasi, trafikni kuzatish va tahlil kabi yirik resurslar talab qilsa sizlarning saytinglar, ularni ham to'g'ridan-to'g'ri Labelga ulasanglar bo'ladi. Bu sizlarning saytinglarning ehtiyojiga qarab bo'ladi. Har bir vositani o'z kuchli tomoni bo'lgani kabi Labelda ham o'zini kuchli tomoni bor. Label sizlarga xohlayotgan narsalarni kodlab saytga aylantirib beradi. Boshqa sun'iy intellektlar nimaga tavsiya qilinyapti? Sizlar ular bilan reja tuzasizlar, saytinglarni mukammalroq qilib takomillashtirasizlar. Xulosaga keladigan bo'lsak, Label asosiy fundamentda bo'lsanglar bo'ladi. Notion bu rejalashtirish va talablarni aniqlash uchun. Figma dizayn va vizual ko'rinish uchun, ChatGPT esa matn va marketing kontenti uchun. Label integratsiyalari, ma'lumotlar bazasi, to'lovlari va email funksiyalari uchun. Eng yaxshi natija uchun workflowni moslashuvchan tuting. Har bir tool o'z vazifasini bajarsin. Ko'rib chiqqanimizdek, Labelni boshqa resurslar bilan urab ishlatsak ham bo'ladi. Saytinglarni bitta Label bilan cheklanib qolmasdan, boshqa sun'iy intellektlarni ham ishlatib, saytinglarni mukammal ko'rinishga olib kelsanglar bo'ladi. 5-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha